hayotini asrofa, isrof qilib olgan. Akalar, isrof nima edi o'zi? Ovqatni olib, to'ydagi ovqatni olib, o'yga olib tashlab yuborsa nima bo'ladi? Ayting, isrof. Nonni olib, butun nonni olib hozir hayvonga berib yuborsa, tovuqqa berib yuborsa, nima deymiz? Isrof qilib deymiz. Hayotini isrof qilgan odamni qana tasavvur qilyapsiz, bilasizmi? Hayotini isrof qilib olgan. Qana isrof qiladi? Bo'lasiz bo'lmag'ur narsalar bilan, TikTok bilan, YouTube bilan, unisi bilan, bunisi bilan, samovarda, u yoqda, bu yoqda isrof qilib olgan. Vaqtini kerak joyga hashlamasdan, o'ylanmasdan, netmasdan isrof qilib olgan. Alloh buni javobini aytib, "Kazalika naziman asrofa." Isrof qilib olgan hayotda. Valam yu'min bi ayati robbih. Robbisining oyatiga iymon keltirmagan odamning jazosi mana shu. Ko'r bo'lasan. Mahshar maydonida ko'r tirilasan. Jazoing shu. Yo'q, bu yetmaydi. Val azabul oxirati ashaddu wa oxiratdagi o'sha yana qo'shimcha jazolar bor ekan. Bundan qattiq va abadiy qoladigan jahannam ham bor.